mana xizmat yuzasidan bugun mamlakatimizda misol aytaylik 14 ta hududimiz bo'ladigan. Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim yaratilganligi odamlarning roziligini ta'minlayapti. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Prezident administratsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi boshchiligida Toshloq tumanida tashkil etilgan sayyor qabulda nafaqat Toshloq va Quva tumanlari aholisi vakillari, balki boshqa tumanlardan ham murojaatchilar kelib, ariza va shikoyatlari bilan ishchi guruh a'zolariga, mas'ullarga yuzlandilar. Tadbirda shuningdek, viloyat hokimi o'rinbosari, Xalq qabulxonasi rahbari, viloyat korxona, tashkilot, muassasa va huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari ham ishtirok etdilar. Sayyor qabulda aholining 400 ga yaqin murojaatlari atroflicha o'rganib chiqildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'tgan yil Toshloq va Quva tumanlarida fuqarolardan tushgan murojaatlarning qariyb 70% joyida ijobiy hal etilgan. Lekin hali bu barcha muammolar barham topdi degani emas. Aholini uy-joy, bandlik, sud, huquq masalalaridagi murojaatlari yetakchilik qilyapti. Yaratilgan imkoniyatlar tufayli sayyor qabulga qo'shni hududlardan ham fuqarolar o'z muammolariga javob topish uchun sayyor qabulga kelishdi. Zulfizar ulardan biri. Farzandi bilan turmush taqozosi bilan uy-joysiz qolgan yolg'iz ayol Respublika ishchi guruhi a'zolari bilan muloqotdan so'ng bizga o'z fikrlarini bayon qildi. У меня такая проблема. Мама заболела, когда пришлось продать дом. Onam og'ir xasta bo'lib qolgach, yashab turgan uyimni sotib davolatish uchun Turkiyaga ketdim. Uzoq davolanishdan so'ng Farg'ona shahriga qaytdik. Onam hozir og'ir xastalikni yengdi, lekin shifokorlar nazoratida bo'lishi kerak. Farzandim 16 yoshga to'ldi. Hozir birovlarning uyida ijarada yashaymiz. Shu bois yordam so'rab bu yerga keldim. Ishchi guruh vakillari menga to'g'ri maslahatlar berishdi. Vaqtinchalik turar joy bilan ta'minlanishimni, avvalo zarur hujjatlar masalalarida ko'mak ko'rsatishlarini aytishdi, deydi Zulfizar biz bilan suhbatda. В аренду квартиру, оплатили почти 50%, поставили на учет, я где-то прописана. Bugungi kunda xalq bilan uchrashib, joylarga chiqib ularning dardiga quloq tutish, shu orqali aholining roziligiga erishish har bir rahbarning bosh vazifasi. Bu galgi sayyor qabulda 37 nafar fuqaro tomonidan huquqiy sohadagi 51 ta masala o'rtaga tashlandi. Ushbu murojaatlardan 17 tasi joyida hal etildi. 14 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. 20 ta masala esa hal etish uchun o'rganish jarayonida. Aholi murojaatlarining qamrovi, mazmuni va xususiyati bir-biridan farqlanadi. Endilikda shaxsiy muammolardan ko'ra jamoaviy, ijtimoiy hamda tadbirkorlik bilan bog'liq murojaatlar soni ortyapti. Bu avvalo shundan dalolat beradiki, odamlarimizning ruhiyati hamda dunyoqarashi, hayotga, o'z mehnatining natijasiga munosabati ham o'zgaryapti. Quva tumanidan keldik sayyor qabulga. Biz xalq qabulxonalariga, Respublika prezidentimizga murojaat qilganmiz. Mahallamizdan temir yo'l kesishma ochilish masalasida prezidentimizga rahmat, bizni dardlarimizni eshitadigan bizga rahbarlar bizga bosh qilib qo'yganliginiz uchun mana 2025-yilga kelib prezidentimiz ochildi. Hali 30 mingta aholiga qulayliklar yaratildi. Oldin 26 kilometr aylana bo'layotdi. Bizni mahallani ikkiga bo'lib qo'yilgan temir yo'l 26 kilometr. Hozir 50 metr bilan temir yo'lni tomoniga o'tyapmiz. Juda xursand, xalqlar duo qilib, ko'pchilikni nomidan men rahmat aytgani keldim shu odamlarga. Zero xalq bilan muloqot, ularning dard va tashvishi bilan yashash eng asosiy maqsad bo'lib, uning ro'yobi yurtimiz ravnaqiga, uning yanada gullab yashnashiga, fuqarolarning tinch, osuda, farovon hayot kechirishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari, shuningdek sayyor qabullari davom etmoqda.